Noshukr bo'lib ketyapsizmi? Men sizni hozir har bir kuningizga shukr qildiraman. Mana bu uyni ko'rdingiz-a? 2 ga 2. Bir xona. Bu uymi yoki hojatxonami? Bu uy. Bu yerda bitta xonada 2 ga 2 xonada 7 kishi. Bir ota-ona, 5 ta farzandi bilan. Bu dasturxoningizmi bu? Ha, siz dasturxoningizmi bu? Bu turmush o'rtog'ingiz-a? Sal aqli zaifroq bo'lib qolganmi? Ha? Mana bu bosh miyadan yiqilib olgan shu. Bu opamizni turmush o'rtoqlarini katta bolasi deydi. Yani bularni kuni o'sha berilayotgan pensiyani mana shu bolalarga yetkazadi. Mana 5 ta bolasi, 4 ta qiz, bitta o'g'il. Ha? Allohga shukr. Shularni Alloh uchun beribdi. Nima orzungiz bor? Orzum endi mana shu zamonani yashayin. Ben uy-joyga butun muhtoj bo'lib o'tiribman. Erimni kallasiga plastik qo'ydirishim kerak. Doim sudriki beryapti. Mahallani umuman ko'rmaymiz, kelmaydi. Yig'lab telefon qilaman, sen bos to'yimni. Mana kamera, payg'ambarimiz shafoat ko'raman degan insonlarga murojaatingizni ayting. Sizlardan yordam so'ragimning sababi mana shu ahvolga mana ko'rib turibsizlar. Shu ahvolga yashayapman. Hech kim bizlarga yordam bermaydi. Sizlarga chiqishga avvalambor sizlarni bezovta qilganim uchun ham